أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وعلم من العلوم ما لم نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي أنزل عليه نون والقلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والحكم. Barliq hamdu sana madihiyalar bizlarga son sanoqsiz ne'matlarni haqsiz bergan va biz bilmaydigan ilm hikmatlarni kitob tushirib payg'ambar ibirish orqali bizlarga bildirgan tanho bo'lgan Alloh taborak va taqaddasga bo'lsin. Durud va rahmat ol Alloh taborak va taqaddasning Qur'on Karim bilan ebergan payg'ambari Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va fazilatning ilm hikmatning egilari bo'lgan oli ashablariga bo'lsin. Assalomu alaykum. Bütün dünya her millat xalq qalbida ana degan musharraf nom bilan atalgan. Öz farzandlarining g'amida yurib, ularning baxtli bo'lishini tilab, yurak bag'ri kavob bo'layotgan hurmatga sazovor onalarimiz va barliq ona bo'lish oldida turayotgan xonim qiz qarindoshlarimiz. Özümü bir acize bolğanlığım ve kelajakdagi bir millatning tarbiyalugisi bolğanlığım üçün öz baxtimiz ve kelajakdagi farzandlarimizning baxti haqida, shundaqla haqiqiy baxtning nimaligi ve uni qanday qo'lga keltirish kerakligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan ve islom onalarimizning o'chmas tarixiy izlaridan o'rganganlarimni ve olimlarning bu haqdagi pand nasihatlarini anglaganlarimni birlashtirib jamlagan bu risolamni saminglarga sunmoqchiman. Astoydil anglab muloyiz qilib yiqishinglarni va xato bo'lib qolgan so'z iboralar almashib qolgan yerlarni tuzitib to'g'risini qabul qilishinglarni o'tinish bilan birga kamina zaifa haqida duo qilib qo'yishinglarni tovanchilik bilan so'rayman. Astag'firu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Taala öz kalamında mundaq dedi: Ey müminler, özüңләрне ve ehli farzandыңларны inson ve taşlar yıkılğı bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zax o'tidan saqlanglar. O farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa shuni ijro qiladi. Yana Allah Taala: "Ey o'zini men mu'min deyotgan kishilar, sizlar o'zinglarni va ahli farzandinglarni inson bilan tashqa bevosita tutishadigan, nihoyatda kuchli, qattiq qo'l, Allohga osiy bo'lmaydigan farishtalar muakkal qilingan dahshatli do'zax o'tidan saqlanglar" deyish orqali bizlarga do'zaxdan saqlanishga yolg'iz iymon aytib qo'yish kifoya qilmaydiganligini, cho'qim do'zaxdan saqlanish uchun yaxshi ish harakatlarni qilib, ahli ayollarimizga ega bo'lib, ularga yaxshi tarbiya qilishimiz, Allah buyurgan ishlarni va to'sqan, cheklagan ishlarni halol bilan haromni bildirishimiz lozimligini topilgan. Ahli farzandlarni dahshatli o'tdan saqlash mas'uliyatining yanada shu ota-ona bo'lg'uchilarning ustida ekanligini aniq bildirgan. Allah Taala yo'lni nihoyat aniq ko'rsatgan. Shunga ey qarindoshlarimiz, shu dahshatli o'tdan saqlanish uchun avvalan o'zimiz ulgu bo'lib, yaxshi amallarni qilib, Alloh cheklagan harom qilgan ishlardan yenishimiz. Ahli farzandlarimizni ham Allohni va Allohning payg'ambarini tunuydigan, o'z dinini hurmat qiladigan, yaxshi solih farzandlardan qilib tarbiyalab chiqishimiz lozim. Yana Allah Taala Sura Al-Imronning 110-oyatida mundaq deydi: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah." Sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Mana bu oyatdagidek Allah Taolaning bizlarni sizlar yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan eng yaxshi ummat degan maqsadga erishishimizning o'zila bizning dunyo oxiratdagi eng zo'r baxtimiz qarindoshlar. Buning uchun qanday qilishimiz kerak? Yanala har qanday avval ostida boshqalarni oldi bilan ahli farzandlarimizni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishimiz lozim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ballighu anni walau ayatan wa haddithu an bani Isroila wa la haraja wa man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Etti Janob Akram sallallohu alayhi va sallam: "Mendan bir oyat bo'lsin yetkizinglar va bani Isroil qavmidan so'zlab beringlar. Yana ulardan payg'ambarni inkor qilgan, Allohga iymon etmaganlarning oxirida qanday halok bo'lganligi to'g'riliq so'zlab beringlar. Agar bir kishi meni yolg'onga chiqarsa, yana mening payg'ambarligimni, men Allohdan elib kelgan dinni va mening hadislarimni qasddan inkor qilsa, ular yolg'on deydi deb. U kishi do'zaxdan o'ziga bir kishilik o'rin tutsin. Mana bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan bir oyat bo'lsin yetkazinglar deyish orqali amr ma'ruf qilishning muhimligini ta'kidlagan. Payg'ambar alayhisalom ashab kiramlar bilan o'tirib xutba qilyotdi. 3 kishi kelib qoldi.
Biri jamoatning orasiga kirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashdi. Ikkinchisi aytdi, shuncha odamni bezar qilgandan ko'ra bir chetrak o'ltiray deb bir chetda o'tirdi. Uchinchisi munda qarab, yana shu gap deb ketib qoldi. Dars tugagandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq tarlab g'alati bir holatga tushdi. Bunday holatga ko'pincha Jibril alayhisalom vahiy ilib kelgan tushadi. Shundoq tarlab ketadi. Sahobalarni to'xtanglar dedi. Hammasi o'tirgandan keyin Jibril alayhisalom menga bir hikoya aytib berdi dedi. Hammaylar quloq soldi. 3 kishi bor ekan. Ular Tangri Allohning zikri bo'layotgan ilm majlisidan birga keldi. Biri Allohning zikri bo'layotgan, Allohning kalomi so'zlanayotgan joyga yaqinroq boray deb yiqilishdi. Alloh ham bu bandaga yaqin bo'ldi. Yana biri shu majlisda jamoatga azor berishdan hayo qilib, bir chettaraq o'ltiribdi. Shu odamning gunohini yezilishdan hayo qilibdi. Uchinchisi Allohning ilm majlisidan yuz yurib ketibdi. Shunda Alloh ham farishtalar shu kishidan yuz yurib ketibdi dedi. Demak, ana shunday majlislarga borganimizda ham Allohni